أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum sabaqdaşlar. Bugünkü dersimiz ismi tabdil hakkında buldu. Hamdi ismi tabdil degan nima desa, ismi tabdil mu pilning amalini amal qilgan ismlarning qatoridan bo'lib, ismi tabdil odatda ikki narsaning bir sifatda o'rtaq ekanligini, u ikki narsaning birining shu sifatda yana biridan sal ziyoda ortiq ekanligini bildirish uchun yasalgan ismni ismi tabdil deb ataymiz. Masalan, al-ilmu afzalu min al-mali desak, ilim maldan afzalroq degan bo'ldi. Ilim bilan mal ikkisi fazilatda o'rtaq. İkisi ilim ve mal fazilatda o'rtaq bo'lib, lekin ilim maldan sal yuqurroq ortiqchiligi bor degan bo'ldi. Va shunga o'xshash yana misol ko'rsak, Ahmadu atvalu min Muhammadin desak, Ahmad Muhammaddan egizroq desak, Ahmad bilan Muhammad egizlikda o'rtaq. Ikkisi egiz degan bir sifat ikkisi tepiladi. Lekin Ahmad Muhammaddan sal uningdan bir qiz egizroq ekanligini bildiradi. Shuning ismi tabdil ikki narsaning bir sifatda o'rtaqligini, yana biridan taqim ziyoda ekanligini bildirish uchun yasaladigan pilning amalini qilgan ismlarning qatoridan, ya'ni ism mushtaq qatoridan hisoblanadi. Anda da ismi tabdilning formulasini berganda ismi tabdilning faqat birla vazni borki, af'alu fu'la vazni bo'ladi. Erlik uchun af'alu, ayollik uchun fu'la vazni bor. Endi ismi tabdil nimalardan yasaladi deganda, fil ta'ajjub yasaladigan shartlar hosil bo'lganda ismi tabdil yasaladi. Fil ta'ajjub yasalolmaydigan narsadan ismi tabdil yasalolmaydi. Shu fil ta'ajjubda 7 shart etilganga o'xshash ismi tabdildimi yana shu 7 shart etiladi. Birinchisi cho'qim shu ismi tabdil yasaladigan fil 3 harflik fil bo'lishi kerak, mutasarrif bo'lishi kerak, tam bo'lishi kerak, fazlini qabul qiluvchi bo'lishi kerak, musbat bo'lishi kerak, sifati af'alu fu'la vaznida bo'lish, ammo sifati af'alu fa'lan yoki uning ismul fa'ili af'alu vaznida ketgan, sifati mushabbasi af'alu vaznida ketgan bo'lmaslik kerak va ma'lum darajaga qurilgan bo'lishi kerak degandek, shu 7 shart buningda to'liq shart etilgan. Bu haqda musannif rahimahulloh mundaq deydi: "Sug' min masug'in minhu lit-ta'ajjubi af'ala lit-tabdili wa ballazi ubi wa ma bihi ila ta'ajjubin wusil limani'in bihi ila at-tabdili sil." Af'ala tabzilni af'ala lit-tabzilni ismi tabzilni ta'ajjub yasaladigan fildan yasang. Ta'ajjub yasalg'uchidan yasang. Ta'ajjub yasalishga unumag'anlarga unumang. Ya'ni ta'ajjub yasalmayotgandan yasamang, ta'ajjub yasalayotgandan yasang degan bo'ldi. Va aballazi ubi degan mana shu. Endi xuddi ta'ajjub yasaladigan fillar 7 shart to'liq bo'lgan fillardan yasalganga o'xshash ismi tabzilmi shu 7 shart tepilsa ham bo'ladi, duruq. Endi navoda shu 7 shartdan bir shart tepilmay qolib qolsa, yoki fil sulasi bo'lmay rubai xumas sulasi ulab qolsa, yoki tam bo'lmay naqs ulab qolsa, mutasarrif bo'lmay jamid ulab qolsa, fazli tafovutni qabul qiluvchi bo'lmay qolib qolsa, yoki ma'lum daraja qurilmay majhul daraja qilib qolgan bo'lsa, musbat bo'lmay manfi bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'da qanday qilamiz deganda fil ta'ajjubda ma'lum vosita bilan, masalan ashadda au ashdid, ashadda yoki ashdid vaznini keltiramiz. As'ab
ev es'ib degan es'aba ev es'ib deganga o'xshash. Aksara ev aksir deganga o'xshash bunda bir narsalar bilan yasaymiz degan dal mushumu shuning qatoridan bo'ladi-ki, endi mushu shart to'liq bo'lmay qolsa ismi tabzilga endi buningga shu ismi fil ta'ajjubni vositalik yasaganga o'xshash buni shu vosita shaklda yasaymiz. Bu haqda musannif bundoq deydi: "Va ma bihi ila ta'ajjubin vusil." Ta'ajjubga yetgan narsa bir mani'ning jihati limani'an qasi mani o ya sulasi bulanmaganlik ya mutasarrif bulanmaganlik yoki tuluq pil bulanmaganlik degandek bir mani'ning jihatidan ta'ajjubga inin bilan yitilgan narsa bilan tabzilga yiting. Yani bir mani'ning jihatidan ta'ajjubni qandaq bir vositani ishiltib yasagan bo'lsangiz, ismi tabzilni shu vositalar yasanki ashaddu yoki as'abu yoki aksaru deganga o'xshash bunda vazn bilan yasang demakchi. Masalan, biz hamura yahmuru pildan ahmar deb pil ta'ajjub yasamoqchi. Endi ahmar deb pil ta'ajjub yaslam desangiz yasalmaydi. Nimishqa hamuraning ism fa'ili, ya'ni uning sifati af'alu vazn bilan af'alu fa'la ahmar va hamra deganga o'xshash bunda kelganligi uchun buningdan ismi tabzil yasalmaydi. Anda bo'lsa ismi tabzil yasalmasa biz buni qanday qilamiz? Masalan, biz olma nashbutdan qizilroq yoki falan narsadan sal qizilroq deganga o'xshash. Hazal qalam ahmaru min hazal qalam degilamdo desa bu qalamdan qizilroq yoki bu şeyden qizilroq deganga desa yo'q bo'lmaydi. Buni qanday qilamiz desa, masalan, Ahmad aksaru aw ashaddu humratan min Muhammad. Ahmad Muhammaddan bakroq chiroyi qizil buning deganga o'xshaydi. Va bundan boshqa narsalarni rangini keltirsak bo'ladi. Shunga o'xshaydi. Mesela pil ta'ajjub, mesela şu ixtasara yaxtasiru pilidin yasamoqchi bo'lsak, qandaq yasaymiz endi deganda, mesela Xolidning tadqiqoti Muhammadning tadqiqotidan sal qisqaroq, xulosalanganroq demoqchi bo'lsak, mesela bahsu Xolid ashad ixtisaran min bahsi Muhammad deganga o'xshash mushna holatda keltirildi. Endi navbatda ismi tabzil qandaq ishiltiladi degan haqqa to'xtalamiz. İstimal ismi tabzil. İsmi tabzilning istimali 3 xil bo'ladi. Ya'ni iliplam ve izofatdan ajrab kelgan bo'lish. Muzab bo'lib kelgan bo'lish, iliplam qo'shilib kelgan bo'lish. Shunga biri iliplamni kamigan, izafet mi gelip gelmeyen? İliplamdan ve izafetten hali olap gelgen. İkincisi muzab olap gelgen. Üçüncüsü iliplam koşulup gelgenden ibaret 3 xil haleti istimal kılındı. Bu hakta Musannif rahimahullah mundaq deydi. Ve af'ala tabdili silhu ebeda takdiren ev lebzen bimin in currida. Ve in limen kurun yudab ev currida ulzime tezkiren ve en yuvahhada. Ve tilvu el tibukun ve ma li ma'rife udipe zu veceheyni enzi ma'rife. Haza iza neveyte ma'na min ve in lem tenvi pehve tibukun ma bihi kurun. Mana bu 4 beytta ismi tabzilning istimali qanday shaklda ishlatilganligiga to'xtalamiz. Ismi tabzilga mangu harfi jar bo'lgan minni taqdiran yoki labzan tutashtirib keltiring agar u ismi tabzil ilif lam va izofatdan xoli bo'lgan bo'lsa. Va in jurrida ismi tabzil min al val idofa.
ismi tabzil iliplamdan xali kittu, iliplam qo'shilmay kittu. Al-abzalu, al-ahsanu deganga o'xshash iliplamdan xali kittu va izofatdan xali kittu. Mayli ma'rifga zab bo'lsin, mayli nakirga zab bo'lsin, ishqib izofatdan xali kelgan bo'lsa, ismi tabzilga keyniga ya min harf degan harflar oshkora keltirildi yoki taqdir kelmagan bo'lsa, taqdiran ba deb qaraladi. Shunga taqdiran ulang yoki oshkor labzan ulang degan mana shu. Masalan, oshkora odatda ismi tabzil harfi jar ulinib kelgani Ahmad atval min Muhammad desak, Ahmad atval min Muhammad desak, mishada ismi tabzil min bilan qo'shilib keldi. Endi mishada u izofatdan va iliflamdan xoli mi desa xoli. Ahmad atval Muhammadda atvalda iliflammi yo'q va izofatmi yo'q buningda. Endi labzan keldi. Av taqdiran deydi. Taqdiran kasimi yine o'xshash. Mesela vel ahiretu hayrun ve abqa. Vel ahiretu hayrun ve abqa. Endi ahiret dunyodan eng yaxshi va manguluk degan bo'ldi. Al ahire hayrun ve abqa min al hayati dunya degan ma'noda buni bu yerda min taqdiran ba deb qaraladi, labzan yo'q. Hayrun ismi tabzil bu. Odatda ismi tabzil af'alu vaznida keltirdik, lekin 3 kalimada hamza tashlangan. Hayrun, sharrun, habbun. As hayrun akhyaru ma'nosida. Sharrun asharru ma'nosida. Habbun ahabbu ma'nosida. Lekin bu kasiratul istimal ishiltirish ko'p bo'lganligi uchun va uning tillarda o'yilinishi ko'p bo'lganligi uchun shunglashqa buning yengiltib akhyar hayrunga, ashar sharrunga, ahabbu habbunga qilib qolgan. Shuningda al-axiratu khayru va abqa deymiz. Endi ba'zi joyda masalan tashilnish va isbotlanish birlikdan ahvolim bor. Masalan ana aksaru minka malan va a'azzu nafara deganda buni min bilan kelgan jar majrur a'azzu kamida aksaru keldi. Shunga demak cho'g'inimiz ismi tabzil izofatdan muzab bo'lmay ketdi, iliblam qo'shilmay kelganda taqdiran ashada ismi tabzilga minni ulaymiz. Yani ba deb qaraymiz yoki labzan oshkora keltiramiz demakchi. Va in limankurin yudab aw jurrida ulzima tazkira. Agar ismi tabzil men bayam ismi tabzil iliflamdan ve izofatdan xoli bo'lib keldi dedim. Iliflamdan ve izofatdan xoli bo'lib kelganda cho'qim ismi tabzil min bilan ishiltiladi. U min bilan ishiltilgan chaqda min ya labzan ba ya taqdiran ba dedik. Agar hamda ismi tabzil nakir ismga muzab bo'lgan bo'lsa, ismi tabzil nakir ismga muzab bo'libdi yoki ismi tabzil izofatdan xoli qilinibdi. Aw jurrida ismi tabzil nakir ismga muzab bo'libdi yoki iliflam va izofatdan xoli bo'lgan bo'lsa, muzakkar va birlik keltirishni lozim tutildi. Nakirga muzab bo'lgan bo'lsa, davomli birlik keltirildi. Izofatdan va iliflamdan xoli qilingan bo'lsa, davomli ayrlik birlik keltirildi. Mushkilatda ayrlik birlik keltirildi. Mesela bundan misallar barmı deganda ba. Mesela biz bunu iliflamdan ve izofatdan xoli qilsak, Muhammad ashajju min Khalid. Al-Muhammadani ashajju min Khalid. Muhammaduna ashajju min Khalid deganga o'xshash. Avvalan biz betni tarjimasini ko'raylik. Wa tilu al-tibqun wa mali ma'rifa uzifu zu vajhayni anzi ma'rifa. İliflam qo'shilib kelgan ismi tabzil tibqun. İliflam qo'shilib kelgan ismi tabzil o'zining beshtiki mavsuf bilan mupazzal bilan moslashib keladi. Demak ismi tabzil butgan mupazzal
ismi tabzil ve mufazzalun aleyh degan bir narsa aydan qildi. Avval ism mufazzal, ondan keyin ismi tabzil, mufazzal aleyh. Mesela Ahmad atval min Muhammad desak, Ahmad mufazzal atval ismi tabzil min Muhammad mufazzalun aleyhi olu hisoblanadi. Şuna til ve ilm iliblam qo'shilgan ismi tabzil tibqun mufazzal bilan beşki mavsuf bilan moslashib keladi. Va li ma'rifatin uzifu wajhayn anzi ma'rifa. Ma'rifa ismga muzab bo'lgan ismi tabzil ikki yo'l egisi bo'ladi ilm ma'rifat egillarining nazarida. Ma'rifat ilm egillaridan naql qilingan holatda ikki vaji egisi bo'ladi. Yine ma'rifga muzab iliblam qo'shilib kelgani moslashitgan. Masalan Ahmad afzalu min Muhammad bo'ldi. Endi hozir Ahmadu al-akbaru deganga o'xshash yoki masalan al-kubra muannisi, al-fatima al-kubra, Ahmad al-akbaru degan o'xshash bunday o'zgarishlar bo'ladi demakchi. Hali misolni tafsilga kiramiz. Ama ma'rifiga muzab qilingani ikki yo'l egisi bo'ladi ilm ma'rifat egilarining ko'z qarashida. Demakchi o'g'limiz ham mavsufga moslashadigan holatim ba, moslashmaydigan holatim ba, ikki yo'l durust buningda. Za iza nawayta ma'na min mushu agar min ma'nisini niyat qilsangiz, ya'ni yuqoriqidek mavsufga moslashish ismi tabzilning mavsufga moslashish va moslashmaslikdan iborat bu xil qoida mushu af'ali bo'lgan ismi tabzildan min ma'nisini niyat qilgan bo'lsa, af'ali vaznida kelgan so'zdan tabzil oshurma sifatlik maqsad qilinsa, asli sifat, selishtirma sifat, oshurma sifat. Ya'ni selishtirma sifatlik maqsad qilinsa, odatdagi ism fa'il ism maf'ullarni asli sifat desak, iliblan bilan qo'shilib kelganda biz oshurma sifat desak, min bilan kelganda selishtirma sifat desak, odatda shu min ma'nisini niyat qilsangiz, shundoq bo'ladi degani, ya'ni ismi tabzil ma'nisi niyat qilinsa, shu selishtirma sifatlik uningdan u egizroq va uningdan yaxshiroq deganga o'xshash selishtirish niyat qilingan bo'lsa, ana shundoq bo'ladi. Illam tanwi fahwa tibqum ma bihi qurin. Agar siz niyat qilmasangiz, o af'ali vaznidan ismi tabzillik selishtirma sifat ma'nisini maqsad qilmasangiz, tabzil ma'nisini maqsad qilmasangiz, u chaqda u af'ali vazni o'zining mavsuf bilan moslashib keladi. Va huwa tibqum ma bihi qurin. O'ziga juplanib kelgan narsa bilan moslashib keladi degan gap mavsuf bo'lgan beshtiki mufazzal bilan jins turda sanda moslashib keladi. Yuqorqi 4 baytdan bir 3 xil mazmun cho'ng jihati 3 xil mazmun chiqadi. Birinchisi, demak bu ismi tabzil 3 xil holatda ishlatiladi. Birinchisi ilif lam va izofatdan xoli bo'lib keladi degan bo'ldi. Injurida. Endi ismi tabzilda ilif lam bo'lmasa, izofat bo'lmasa, Ahmad al-atval min Muhammad deganga o'xshash buning uchun 2 xil hukm bo'ladi. Birinchisi ismi tabzildan keyin mufazzalun alay harfi jar bo'lgan min bilan oshkora kelish kerak yoki harfi jar bo'lgan min bilan taqdiran ba deb qaralish kerak. Masalan, al munafiqu akhtaru min al adu zahir. Munafiqlik oshkora düşmanlikdan xatarlik yoki munofiq ochiq dushmandan xatarlik desak, mishada al munafiq mufazzal min al adu zahir mufazzalun alay mihir akhtar degan ismi tabzil ilif lam va izofatdan xoli bo'lib ketdi. Mana bu chaqda mufazzalun alay harfi jar bo'lgan min bilan oshkora keldi. Al fitnatu akbaru min al qatl degan ma ham shundoq. Fitna qatlidan ig'roq deganga o'xshash. Va yajuzul amdi ismi tabzil bilan bu minning o'tirsa ayritilsa bo'lamdi bo'lmamdi desa bo'ladi. İsmi tabzil bilan biz bayon berdi
El fitnetu ekberu min. El münafıkı ekteru min dep keltirdik. Bu min bilen ismi tabzilni oturğu fasıl kirsi bulamdı bulmamdı olsa buludu. Şu ismi tabzilinin ma'muli min bilen ismi tabzilni oturğu kirgizilisi buldu. Mesela velel ahiretu hayrun leke minel ula desek ahiret sizge dünyadan yaxşırak degen buldu. Leke muş hayrunun mef'ulun bi g'irisari minel ula ibaret min bilen kelgen mupazzalun aleyhine oturğu qistirlip keldi. Endi bu takdiren ev lebzen degan ibaret, lebzen degan ibaret uçuk kagini ko'rsatsa, takdiren degan ibaret nima desa, ay min bilan kelgan mupazzalun alayning tashlinib chiqqan holatini maqsad qiladi. Tashlinib kelsin bo'ladi. Mupazzalun alayning min bilan tashlinishi. Men buningga bayam vel ahiratu khayru ve abqada min al hayatid dunyodan ibaret min ve mupazzalun alayni tashlanganda misol keltirdim. Endi bunun taşınıtkan ürünün köpüncesi qanda çağı taşınıdı dese ismi tabzil haber olğan taşınıp biliş köp. El-ahiretu hayru ve ebqa desek el-ahiretu mubtada hayru haber ebqa hayrun etbe bunu bunda kurullarda bunun taşınıp bilişi köp uçuraydı. Ama haber bo'lmagan holatda taşınışı bek az. Lekin taşınıtqa yerleri ba taşınışı bek az uçuraydı. Şuna biz ismi tabzil iliplama izafetten hali vağında iki xil hüküm bulududur. Mana bu birincisi. İkinci xil hüküm bunun da bu ismi tabzil iliplama izafetten acırap kelgende çokum şu iliplama izafetten acırap kelgen ismi tabzil ifrat ve tezkir lazım tutuyor. Birlik kılışını ve muzakkir istimal kılışını, birlik muzakkir istimal kılışını lazım tutuyor. Mana bu ulzime tezkira ve en yuvahhada degan yerden çıkıyor. Ulzime tezkirin ve en yuvahhada degan mana mush gap. Mesela biz bunun da o ismi tabzil iliplanma yokken, izafet mi yokken kurab baksak Muhammed Halid'in baturraq desek Muhammed eşca'u min Halid. Yani iki Muhammed Halid'in baturraq desek El-Muhammedane eşca'u min Halid. El-Muhammedune eşca'u min Halid. Hindun eşca'u min Halid. El-Hindane eşca'u min Halid. El-Hindat eşca'u min Halid. Degenge o'xshash, mana bu yerda ismi tabzil mupazzal bilan maslashmay kelgan. Ismi tabzil mupazzal 5 shu mupazzal ismi tabzilning oldidagi mavsuf bo'lgan mupazzal erlik birlik o'simi, erlik birlik ayollik birlik o'simi, erlik birlik, erlik ko'plik o'simi, erlik birlik, ayollik ko'plik o'simi, erlik birlik keldi. Ismi tabzil erlik birlik holatini saqlab keldi demoqchimiz. Ama ismi tabzilning biz 3 xil holat bo'ldik. Iliflama izofatni ajrab kelgan holati dik. Endi agar ismi tabzil muzab bo'lib kelsa desa, ismi tabzil muzab bo'lib kelganda 2 xil shaklda keladi. Ya nakiriga muzab bo'ladi va yoki ma'rifiga muzab bo'ladi. Ismi tabzil muzab bo'lib ishlatildi deganda izofati ya nakirga, nakir ismga ya uning izofati ma'rif ismga bo'ladi. Agar izofati nakir ismga muzab bo'lganda ismi tabzilni erlik birlik keltirish vojib bo'ladi. Biz bayan beytda ve in limen kurun yuzab ulzime tezkirin ve en yuvahhada degan gapdan chiqadi bu. Shunga ism tabzil nakirga muzab bo'lsa, cho'qim ism tabzil o'zi lafzi birlik kelish kerak, erlik kelish kerak. Xuddi iliflam izofatini ajrab kelganga o'xshash. U 5 kun mavsuf, mupazzil alay nim bo'lishdan qat'iy nazar bu o'zgarmay keladi. Masalan, al-muslih abzalu rajulin. Islah qilguvchi erning abzili. Al-muslihan abzalu rajulin. İki islah qilguvchi iki erning abzili. Al-muslihuna abzalu rijal. Al-muslihatu abzalu imra'atin. Al-muslihatani abzalu imra'atayn deganga o'xshash, o'zgarmaydi. Endi agar u biz bayam nakiriga muzab bo'ladi yoki ma'rifiga muzab bo'ladi-ku. Endi ma'rifiga muzab bo'lsa, ma'rifiga muzab bo'lganda
bu yerda ma'rifiga muzab bo'lgan ismi tabzil ikki turga bo'linadi. Ma'rifiga muzab bo'lgan ismi tabzilni ikki turga bo'linadi. Birinchi, ma'rifiga ismi tabzil ma'rifiga muzab bo'lib, ismi tabzil ma'nisi selishtirmish sifatlik ma'nisi niyat qilinish yoki selishtirmish sifatlik ma'nisi niyat qilmaslik. Biz bayan mundaq degan. Haza in nawayta ma'na min ve illam tanwi fa huwa tibqu ma bihi qurin degan bir baytni o'qigan. Anda bo'lsa ismi tabzil ma'rifiga muzab bo'lganda birinchisi ismi tabzildan shu selishtirmish sifatlik shu tabziliyatlik birdan yana birini oshirma ma'na selishtirish ma'nisi maqsad qilinishi. Bunda holatda muzakkar va birlik keltirish, ya'ni ismi tabzil o'zining mavsufiga, mufazzalga moslashib kelish va moslashib kelmaslik ixtiyorligi bo'ladi. Ikki yo'ldir usulidir. Biz bayan degan ismi tabzil ma'rifiga muzab bo'lganda li va ma li ma'rifatin uzifa zu wajhayn anzi ma'rifa. Ma'rifiga muzab bo'lgan ismi tabzil ikki yo'l egasi bo'ladi. Bu ilm egilaridan naql qilindi deganmiz. Shu ma'rifiga muzab bo'lganda ikki yo'ldir. Mutabiqat va g'ayri mutabiqat. Mutabiqat deganimiz ismi tabzil beşki mufazzalın ayga cinsir sanda maslashishi. G'ayri mutabiqat deganimiz ismi tabzilning beşki mufazzalga cinsir sanda maslashmasligi. Masalan, Umar a'dalul umra. Umar amirlarning eng adili desak, bu yerda ishkilik al-umarani a'dala al-umra. İşki Umar amirlarning adilroq deb, yani al-umaran musanna ishkilik keldi, mufazzal a'dala deb ishkilik keldi. Al-xulafa'ur rashidun a'dalul umra. Xulafa'ur rashidlar amirlarning eng adillari ular desak, al-xulafa'ur rashidun degan mufazzal erlik ko'plikdi, ya'ni ismi tabzil mu erlik ko'plik keldi. Fatima Fuzla an-nisa. Fatima ayollarning fazilatliklari. El-Fatimatani Fuzlaya an-nisa. El-Fatimatu Fuzlayatun nisa desek bunu bir yerde ismi tabzil mufazzalga, yani mavsufqa cinstir sanda maslashib kelgan shakli. Endi maslashmay kelsin bo'ldi. Umar a'dalul umra, al-umrani a'dalul umra, al-xulafa'ur rashidun a'dalul umra, Fatimatu Fuzlan nisa, Fatimatani Fuzlan nisa, el-Fatimatu Fuzlan nisa degan o'xshash maslashmay kelsin bo'ldi. Qanday chaqda ismi tabzil ma'rifiga muzab bo'lib kelib, ismi tabzillik ma'nosi selishtirish ma'nosi niyat qilingan bo'lsa, bu xil holatda shunday keldi. Endi ikkinchi tur u ma'rifiga muzab bo'ldi. Biz ikki turga bo'linadigan ma'rifiga muzab bo'lib, tabzil ma'nosi maqsad qilinish va tabzil ma'nosi maqsad qilmay odatdagi sifat maqsad qilinish. Sifat asli bo'lish. Şuna af'al vaznini kelib odatga sifat ya ism fa'il ma'nosi bilan ya sifat mushabba ma'nosi bilan bunda da kelganini demakchi biz. Şuna ma'rifiga muzab bo'lib tabzil maqsad qilinmagan, ya'ni tabzil maqsad qilinmagan, selishtirish maqsad qilinmagan. Yana bu yerda ikki narsaning bir sifatda o'rtaq ekanligini, ikkining birining yana biridan shu sifatda ziyoda ekanligini mutakallim maqsad qilmagan sifatni demakchi. Bu xil holatda bu af'al vaznida kelgan bu sifatning o'zining mavsufiga aylik va ayollikda birlik, ikkilik, ko'plikda moslashishi vojib bo'ladi. Odatda ism fa'il, ism maf'ullar mavsufga jinsir sonda moslashganga o'xshash. Bu shunda moslashishi vojib, chunki bu yerda bu ismi tabzillik maqsad emas, bu yerda odatga sifatlik maqsad qilingan bo'lg'achqa. Masalan, haza afzalul quzat indana. Bu bizning qishimizdagi qozilarning eng afzali dedik. Bu bizning qishimizda qozining afzal qozi demakchi. Ya'ni boshqa bir qozi yo'q bir o'rinda deyilgan gap bu. Faqat shu birlam qozi, undan boshqa qozi yo'q. Bu bizning qishimizdagi eng afzal qozi. Yani qozining
fazilatligi, qozilarning fazilatligi deganga o'xshash. Hazani abzalul quzat, haulay abzalul quzat deganga o'xshash. Endi ismi tabzilning 3-xil holati ismi tabzilning ilif lam qo'shilib kelishi. Endi ismi tabzil ilif lam qo'shilib kelganda al-afalu al-fu'la vaznida qildi. Al-afalu al-fu'la. Bu chaqda al-afalu al-fu'la kelganda asas jihatdan ismi tabzil ashur musbat ma'nosida ishlatiladi. Bu chaqda ismi tabzilga ilif lam qo'shilib kelganda buningda 2 xil hukm bo'ladi. Birinchi hukm chuqum ismi tabzil mavsufiga jins tur sonda moslashishi kerak. İkincisi chuqum ismi tabzil afalu vazidan keyin mupazzalun harfi jar min bilan billa mupazzalun alay kelmaslik kerak. Mupazzalun alay bu xil holatda zikr qilinmaydi. Masalan, al-valadul akbar zaki. Cho'ng bala zirak. Ad-darul kubra jamila. Cho'ng hoyli chiroyli deganga o'xshash. Valillahil masalul a'la. Shu bu yerda bunda ashur musbat maqsad qilindi, selishtir musbat maqsad qilmaydi. Shu sifati asli sifat, selishtir musbat, ashur musbat deb ilib lam kirgan chaqda ism tabzilga mupazzal bilan, ya'ni 5-ki shu mavsuf bilan jins tursanda maslashish va uningdan mupazzalun alayhi min degan rubcha bilan billa kammaslikdan iborat mushu hukm maqsad qilinadi. Shunga bu yerda deganki va illam tanwi agar siz ismi tabzilni niyat qilmasang fa huwa tibqu ma bihi qurin u mavsuf bilan maslashishi vojib degan. Endi hozir bizning o'tirib qo'ymoqchi bo'lganimiz ismi mupazzalun alayh ismi tabzilga ilgir kasi bo'landi bo'lmandi. Mupazzalun alayni ismi tabzil bo'lgan af'al vazniga ilgir qilishning hukmi. Qanday chaqda ilgir qilsak bo'ladi, qanday chaqda ilgir qilsak bo'lmaydi desa, normal holatda mupazzalun alay ismi tabzilga ilgir kasi bo'lmaydi. Mesela Ahmad atvala min Muhammadda min Muhammad atvala Ahmad, min Muhammad Ahmad atvalu deganga o'xshab bular kasb bo'lmaydi. Normal holatda mupazzalun alay hurufi jar bilan birlikda mupazzalun alay ismi tabzilning oldida kasb bo'lmaydi, mupazzalning oldida kasb bo'lmaydi. Ammo alayda ahvol deganimiz mupazzalun alay sual istifhom ma'nosini bildiradigan so'zlar bo'lgan bo'lsa yoki mupazzalun alay istifhom ma'nosini bildiradigan so'zga muzab bo'lgan ism bo'lsa, bu chaqda bu mupazzalun alayni ismi tabzilning oldida keltirsak bo'ladi. Va in takun bitilwi min mustabhima falahuma kun abadan muqaddima kamisli mimman anta khayrun walada ikhbarit taqdimu nazran varada. Siz min bilan kelgan mupazzalun alayni agar siz min bilan kelgan mupazzalun alay bilan sualni maqsad qilsangiz, sual so'rashni maqsad qilsangiz, u ikkisini minni va uning majrugan mupazzalun alayhini mangu ilgiri keltir qiling, davomli ilgiri qiling. Chunki min va mupazzalun alaydan bo'lgan maqsad istifhomken, bundaq bo'lganda chuqum mupazzalun alay hurfi jar bo'lgan min bilan bu ikkisini mangu ilgiri keltiring. Jumishqa ismi istifhom degan savol ma'nosini bildiradigan so'z degan odatda oxirida kelmaydi, 5 keladi. Masalan, bu nimaga o'xshaydi desiz? Mimman anta khayrun deganga o'xshash. Mimman anta khayrun. Sen kimdan yaxshiroq demakchi. Asli anta khayrun mimman demakchi. Sen kimdan yaxshi demakchi. Bunu yerda mimmanni chuqum 5 keltirmasak bo'lmaydi. Nimishqa istifhom shu 5 ta kelishi vojib bo'ladi. Istifhom asılgan jumlaning 5 keladi.
Ama istifamның başka velede ihbarın takdimun nezren verada. Ama ihbarda istifam ma'nosini bildirmagan chaqda bu min bilan kelgan mufazzilun alayni ismi tabzilning oldini keltirish az holatda keldi. Zurut she'ri zurriyatlarda keladi, uningdan boshqa holatda kelmaydi. Endi minni o'zining majrur bilan qo'shib omiliga ilgari keltirish, ismi tabzilga ilgari keltirish vojib bo'ladi. Ashu min uning majrur ashu mufazzilun alay istifam ma'nosini bildirsa, cümlenin umumisqa emas. Ente mimmen ebzalu deş çokum bu vacip buludu. Ama mimmen ente hayrun, mimmen ente ebzalu desek mi buludu? Ama ente mimmen ebzalu deş vacip. Lekin kendi kendisi kat'i bulmaydı. Ama istifamdan başka halatlerde mufazzilun alay istifamını bildirdiğin yoki istifamga muzab bo'lgan so'zning boshqa holatida zurriyat holatlari bo'lmasa she'riy zurriyatning g'ayrida anda istifam ma'nosini bildirib kelgan shu mufazzalun alaydan boshqa so'zlar ismi tabzilni oldirib kelmaydi. She'riy zurriyatda keladi. Masalan, bir shoirning so'zi va faqalat lana ahlan va sahlan va zawwadat janan nahl bal ma zawwadat minhu atyabu. O bizga ahla va sahlan dedi ve bizga hasalni uzuq qildi. Uzuqlan bizni hasal bilan uzuqlan dedi. Bal ma zawwadat minhu atyabu. O uzuqlandigan narsa uningdan yaxshiroq desa ma zawwadat atyabu minhu degan bo'ldi. Minhu mishar atyabning oldiga keldi. Bu zurriyat she'ri zurriyatning nuqtasidan bo'lgan deb qaraladi. Endi navbatda bizning to'xtamoqchi bo'lganimiz ismi tabzilning ismi zohirlarni fa'ilim deb bosh kelishga keltirish masalasi. Ismi tabzillar mushu ismi zohirlarni fa'ilim deb bosh kelishga keltirmaydi. Ismi tabzil odatda o'zining filning amaliqni fa'ilni bosh kelishga keltiradi. Onun faili köpünce vaqtda zimri mustatir bo'ladi. Endi ismi zohirlarni zimri mustatir emas, ismi zohirlarning failim deb boshqa keltiram desa, keltiradigan ahvol bor. Bu lekin alaydiroq ahvollar. Wa rabbuhu zahiran nazrun va mata. Aqaba fi'lan va kaseeran sabata. Kalan tara fin nas min rafiqin. Awla bihil fazlu min as-sadiqi. İsmi tabzilning ismi zohirini fa'ilim deb bosh kelishga keltirishi az keladi, nayta az keladi. Anda bo'lsa ko'pincha vaqt ismi tabzil o'zining fa'ili zimir mustatirni bosh kelishga keltiradi. Va mata aqaba fi'lan fakasiran sabata. Qachoniki ismi tabzil filga izbasar bo'lib kelsa, bu chaqda ismi tabzilning oshkor ismini fa'ilim deb bosh kelishga keltirishi, rafi o'qitishi ko'p holatda isbotlandi. Bunda demakchi o'g'ini ismi tabzilning o'rnida shu ismi tabzilning filini keltugilib bo'lsa demakchi. Masalan, falan tara fin nas min rafiqin awla bihil fazlu min as-sadiqi desak mishada al fazlu awla degan ismi tabzilning oshkor ismidan kelgan fa'ili deymiz. Sizlar güzmü? Kişiler içinde dostun, o dostki fazilet, siz kişiler içinde hemradın, o hemradaki fazilet dostkidin evlarak, bunda haletini köyme, evlarak bir dost ne? Onundaki fazilet, dostki faziletin evlarak bir hemrani, herkes köymeysiz degen kokşaş. Endi bunun emili kelsek, ismi tabzil, adette ismi zahirini mef'ulun bih deb mutlaq holatda nasb o'qitmaydi. Ismi tabzil ma so'z mening mef'ulun bih deb nasb o'qitmaydi. Mayli o ismi zohir bo'lsin yoki zimir bo'lsin, nim bo'lishdan qat'iy nazar mef'ulun bihni nasb o'qitib kelmaydi. Balki o o'zining mef'ulun bihni harf jarlarning tutishi bilan o'zining mef'uluga
ismi tabzilning ta'siri yetidi, harfi jarorlik ta'siri. Ya'ni ismi tabzilning maf'ulun bi oshkor nasb o'qilmaydi. Ya'ni mahalla mundalik mansub desak bo'ladi. Ya'ni maf'ulun bi g'ayri sarih bo'lib keladi. Ya'ni ismi tabzilning o'zining maf'uliga harfi jar bo'lgan lam bilan yoki harfi jar bo'lgan ba bilan degandek bunda harflar bilan yetidi. Masalan, Xolid afzalu lil ma'ruf. Xolid asra'u lil najdah deganga o'xshash. Yoki Ali a'rafu bin nahwi va ajalu bil fiqh. Ali nahvini bilgakroq, fiqhga da ojizroq degandek. Mana bu yerda maf'ulun bi harfi jar bo'lgan ba bilan yoki lam bilan bundaq zir qilib keldi. Ammo yoki u maf'ulun bi ismi tabzilning muzofili bo'lib zir qilib keladi. Ya'ni ismi tabzil shu maf'ulun bi bo'lgan mufazzilun alayni ismi tabzil muzof bo'lib ani zir qilib keladi. Nakirga mayli u shu maf'ulun bi nakir bo'lsin yoki ma'rif bo'lsin. Ammo ismi tabzilning fa'ilni rafi o'qitish masalasiga kelsak, ismi tabzilning fa'ili zimir mustatir bo'lib, zimir mustatirni boshqacha keltirdi degan masala muttafaqun alayh. Buningda hech qanday ixtilof yo'q. Masalan, al-iffa akramu min al-ibtizal deganga o'xshash. Muhammad atvalu min Ahmad desak, atvalning tagida huwa degan zimir va shu Muhammad atvalu huwa. U Muhammad igizroq, u Muhammad Ahmaddan degandek. Bu shuna normal holatda ismi zohirini qoida bo'yicha boshqacha keltirmaydi. Agar bo'ladi shu ismi tabzilning o'rnida ismi tabzilning ma'nosi bilanki bir fe'lni ismi tabzilning o'rnida qo'yash sahiy bo'lsa, bu chaqda ismi zohirini fa'ilim deb boshqacha keltirdi. Bu bir umumlashgan qoida. Bu qanday qoida desa, shu ismi tabzilning o'rnida ismi tabzil kelgan har qanday ismi tabzil cho'qim nafidin yoki shibin nafi. Nafi nahiladin kin kelgan bo'lish kerak. Nafi nahiladin kin kelgan bo'lish kerak. Va ismi tabzilning o'rnida uning filni qo'yg'ali bo'lish kerak. Va ismi tabzilning fa'ili ajnabiy narsa bo'lish kerak. İsmi tabzilning fa'ili ajnabiy deganimiz ismi tabzilning fa'ili mufazzalga qaytitgan zimirga muzof bo'lmagan bo'lish kerak demakchi. Masalan, ma ra'aytu rajulan ahsana fi aynihi al-kuhlu minhu fi ayni Zaydin degan mashhur misol. Bu misol nahvi kitoblardan hammasida asos takrorlanib keladi. Shu mas'alatul kuhli surmi masalasi degan misol bu. Ma ra'aytu rajulan ahsana fi aynihi al-kuhlu minhu fi ayni Zayd desak, men uning ko'zidagi surma Zaydning ko'zidagi o surmidan chiroyli bo'lgan bir erni ko'rmadim desak, buni nafidin kin keldi. Endi mishada ahsanning o'rnida hasuna degan filni qo'yg'ili bo'ladi. Hasunani. Mishada al-kuhlu ahsana degan ismi tabzilninki fa'ili bo'ladi. Ya'ni ma ra'aytu rajulan yahsunu fi aynihi al-kuhlu ka husnihi fi ayni Zayd deganga o'xshash. Buni mushg'il holatda ism tabzil o'zining oshkora fa'ilini, oshkora ismni o'zining fa'ilim deb rafi o'qitgan ahvol bor. Shuna bilan ismi tabzil haqidagi darsimiz mushada oxirlashdi. Kinki darsimiz at-tawabi. Endi biz 5ta ismlarga marfuat, mansubat, majrurrat va undan boshqa o'zi ism bo'lib fillarning amalni amal qiladigan ism fa'il, sifat mushabba, ism tabzil, sigatul mubalagha va masdar deganlarni hamini ko'rib o'tdik. Navbatda hamda kinki darsimiz tawabi haqida to'xtalamiz va oxirida avana alhamdulillahi robbil alamin.